Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerdan bir bosqichda o'tamiz. Bu yerga katta harflar bilan VIB 555 promokodni kiritamiz. Bonus olish uchun promokod kiritish shart. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bu yerda avtobus tanlaymiz. Tasdiqlashni bosamiz. Mana kapchadan o'tdik, sirazi ro'yxatdan o'tdingiz. Sizga login bilan parol beryapti. Buni screenshot qilib olib qo'yamiz galeriyaga. Keyingisi tugmasini bosamiz pastdagi. Mana akkauntimizga kirib oldik. Bu yerdan mana bemalol hisob to'ldirib, mana nastroykaga o'tsak, burchakda so'roq turibdi. O'shanga o'tsak, mana hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud bu yerda. Hisob to'ldirish. Masalan, xohlagan Humo Uzkart bemalol to'ldirishingiz mumkin. Pul chiqarish ham xuddi shunday. Qaysi orqali to'ldirgan bo'lsa, xuddi shu orqali pul chiqarib olishingiz mumkin. Eng kerakli joyi mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. Mana ID ni pastida. O'shanga o'tsak, bu yerda qalamcha turibdi. Mana bu yerda pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Barchasini to'g'ri kiritib, saqlashni bossak, bizlarda hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaymiz. Xohlasangiz telefon raqamini ulab qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda. Akkauntingiz yanada ishonchli bo'ladi.